Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Qalaysiz? Bagina ihson atam, hojata bo'ling. Bizani ikkita nogironga yordam berib beramiz kashaga. Siz ham bittagina qo'shiling, hojidoda bo'ling. Tilla ishlarni qo'yibsiz, tilla uzinglarni taqibsiz. Tilla emas bu. Ishingiz tilla-yu. Vaqtiga ota-onam qo'yib bergan sepimga. Nimaga sizlar sadaqa so'rab Alloh yo'liga deysizlar? Nima qilaylik? Alloh yo'liga emas-ku. Nafsingizga olasiz-ku. To'g'rimi? Nafsingizga olasiz, qorningizga yeysiz. Alloh yo'liga desa yo talaba ilmga bo'ladi, yoki bir mamlakatga dushman hujum qilsa unga qarshi jangga bo'ladi. Alloh yo'li hajga chiqsangiz Alloh yo'li bo'ladi. Siz qorningizga so'raysiz, Allohning nomini sotasiz. Bu yaxshi emas. Yaxshi emas bu. Egizlarga yordam so'radim sizdan. Obro'yingiz ko'tarilsin. Bundan ham obro' kerak emas. Obro' kerak emas. Nimaga deng? Obro' ofat keltiradi. 100 ta odamni 80 ta 90 tasi sizga havas qiladi. Qattan bilasiz. Bo'laydi. Sizda obro'yingiz ko'tarilgan, siz boy odamsiz deb. Salomat bo'ling. Inson bittagina sizdan ihson so'radim, yordam. Mayli Alloh yo'liga bermang, bandani yo'liga bering. Rozi bo'ling. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin, berdi sizga Xudo bersin. Sog' bo'ling.